muqaddas yo'l, sevgi to'la, nurga to'la oydin yo'l. Buyukligingni yodga ol, uni xotirla. Eng avvalda bilganing kabi, eng avvalda his qilganing kabi, mavjud bo'lmasdan avval, bu sayyoraga kelmasdan avval eng buyukligingni nuqtadan eng avvaldan ma'lum bo'lgani kabi uchqun bo'lganingda avvaldan his qilganing kabi buyukligingni yodga ol. Agar har bir his, har bir tuyg'u, har bir hayajon namoyon bo'la olganda edi, har bir his, har bir tuyg'u, har bir hayajon anglanilganda edi, siz buyukligingizni allaqachon tan olib, his qilib namoyon etgan bo'lardingiz. Bugun sevgan buyukligingni yodga ol 3-qismiga taklif qilaman. Kutaman. Aynan siz. Nega aynan men? 15 yildan buyon to'xtamasdan bir onga ham to'xtamasdan buyukligimni har soniyada, har qadamimda yodga olib, tan olib, qabul qilib, butunlay namoyon qilib, aynan sizga yetkazib berish uchun har birini bag'ishladim va bugun ko'zlaringizga qarab, yuragingizga qarab butunlay ishonchda ayta olaman. Inson sifatida, yurak sifatida, qalb sifatida, eng yuqori o'zlik sifatida, oltin o'zlik sifatida, muqaddas ruh sifatida butunlay ishonchda boshimni o'zimni buyukligimni tan oldim, olganman, olishda davom etaman deya olaman. Mani sevgan buyukligingizni yodingizga olish vaqti keldi. Uni tan olishingiz, namoyon qilishingiz vaqti keldi. Butun sayyora, har bir mavjudot bu onni kutmoqda. Bu uchun har bir yo'l, har bir portal, har bir eshik, har bir dunyoni sizga ochishga tayyorman. Bilaman, agarda men tovushim, so'zim, sevgim orqali hozir sizga o'tkazilgan har bir kod, har bir harf, har bir chastota,
har bir shifr son qalbingizgacha yetib borgan bo'lsa, markazingizgacha yetib borgan bo'lsa va uchqun sochib taralgan bo'lsa, unda sizni teleportatsiyaga oid kemangiz tayyor. Umuman boshqa dunyoga, eng yuqori dunyoga, siz butunlay buyukligingizni tan olib namoyon qilgan dunyoga teleportatsiya. Siz va sizni butun dunyoyingiz bilan tayyormisiz? Har biringiz chunki vaqti keldi. Buyukligingni yodga ol. Uchinchi qism. To'rqin davomida birgamiz. Har birini sevgim bilan bor vujudligim bilan, mavjudligim bilan uyga qaytganingiz bilan tabriklagan holda buyukligingni yodga ol. Ko'rishguncha.